Hürmetli vatandaşlarımız işimizi davamlaştırırız. Cumhur'un yukarı derecelik əməldarları Tibet'e yetip geldi. Reis Xi Jinping'in yetip gelmesiga de mühim sebep var ekan. Mavzulu xabar 9 ayının 7 günü Cumhur'a nazar orbitida e'lon qilindi. Xabar mundaq başlandı. 9 ayının 7 gün Tibet matbuotları mühim xabar e'lon qilib, Yu Jinshan başçılığındaki Merkezi Komitet vakillar ümigining Tibet Abtonom rayoni qurilganligining 50 yilligini xotirlash uchun Tibetga yetib kelganligini ko'rsatdi. Xabarda Reis Xi Jinping Tibetga kelib tabriklash murosimiga qatnashmaganligi oshkorlandi. Xabarlarga asoslanganda bexatarlik masalasi Reis Xi Jinpingning Tibetni ziyorat qilishini bekor qilganligining sababi ekan. Bexatarlik masalasi ekan. Yaqında Cumhur harbiy ishlar bo'yicha askar qisqartirganligini, shu qatorda nurg'unlagan ofitserlarni qisqartirganligini yozgan. Bu boshyon shu sayxu qatorliqlarning armiya ichidagi ko'shlarni siyosiy o'zgarish qilmoqchi deb tarqalgan ayni vaqt xabarlar bo'yicha o'zil kesel tozaladi va tozalash elib berishni davomlashtiryapti. Anglashlarga qaraganda Tibet harbiy rayoni Chengdu harbiy okrugining boshqarishida. Chengdu harbiy okrugi Joyunkang Boshilay qatorliqlar siyosiy o'zgarish planini tuzganda ayni chog'da muhim bir harbiy baza bo'lgan ekan. Mush xabarni yozgan apandi Anchingli shunda ko'rsatdiki, Reis Xi Jinpingning Tibetga bora olmasligidagi bir sabab o bexatarlik masalasi deb tilg'al. Biz o'tganda 2 qatim tilga oldik. 7 ayning 28 Turkiya Cumhuriyetining prezidenti Erdo'g'an Beijingni ziyorat qilishning arpasida yoki oldi keyinda Reis Xi Jinping Tibetni ziyorat qilmoqchi bo'lgan edi. Shu qatimda o bekor qilindi, shu ziyorat bekor qilindi. Bu qatim Tibet Abtonom rayon qurilganligining 50 yilligini tabriklash uchun albatta Xi Jinping Tibetga lihasaga berish kerakdi, lekin Xi Jinping emas, ikinci bir daimi hayat Yu Jinshan Tibetga bordi. Buningdan qaraganda zodi bu yerda qanday siyosiy o'rinlashtirishlar va bunu tushunmaymiz. Men shuning ishonamanki, hozir Reis Xi Jinping Amerika Qo'shma Shtatlar hukumatini ziyorat qilish oldida turibdi. Tibet xalqi bugun Yu Jinshan apandiga lihasada qizil gilam soldi. Aeroplandan tushib Yu Jinshan qizil gilamga dastadi. Men ishonamanki, Tibet xalqi shundaq bir kunlarda Dalay Lama'ga qizil gilam soladi.